Namangan viloyat hududida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Namangan shahar Oydinko'l mahallasida yashovchi fuqaro shu mahalladan o'tgan soy bo'yidagi dala maydonida 45 nafar fuqaroni jalb qilgan holda qimor va tavakkalchilikka asoslangan xo'roz o'yinini tashkil qilganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs o'yin qatnashchilarini har biridan ma'lum bir miqdorda pullarni yig'ib olib, o'yinda ishtirok etishlari uchun sharoit yaratib bergan. Voqea joyini ko'zdan kechirish davomida 11 dona xo'roz hamda tashkilotchilardan olingan 1 million so'm pul mablag'lari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, eslatib o'tamiz, qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish yoki ularda ishtirok etish qonunchilikka muvofiq ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Siz ham shubhali holatlar haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'raymiz.